Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganinglar uy-mo'y loyihasi va ko'chmas mulk dunyosiga xush kelibsizlar. Talabiylarga binoan biz sizlarga katta ulkan eksklyuziv hovlilardan tortib, chiroyli ixchamgina kvartiralarni ham namoyish etdik. Bugun ham loyihamizda sizlar uchun eksklyuziv, chiroyli ta'mirlangan bir xonadonni ko'rsatmoqchimiz. Albatta do'stlar, video boshlanishidan oldin sizlardan iltimos, kanalimiz rivoji uchun mana shu videoga like bosib, yaqinlaringizga uni jo'natib qo'yib va albatta obuna tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bugun biz Nukus ko'chasida joylashgan JK Energy Oybekdamiz, ya'ni Energy loyihasining Oybekdagi obyektidamiz va 6-blokni 2-qavatida joylashgan bugun 131 kvadrat metr kattalikdagi xonadonni sizlarga ruxsat bersanglar to'liqqina obzor qilib beraman. Ko'rib turganinglardek, loyihani ichkari hududida kattagina o'zini yopiq hovlisi bor. Bu yerga avtomobillar kirmaydi, bolalaringiz, farzandlaringiz mazza qilib bu yerda maroq bilan vaqt o'tkazishadi. Xohlasangiz sport bilan shug'ullanish uchun workout zonalardan tortib, tepada sport maydonlari ham bor va bu yerda farzandlaringiz yashil daraxtlar oldida o'ylaymanki vaqtni maroq bilan o'tkazishadi. Marhamat, koshonamizga xush kelibsizlar. Xonadonga kirib kelishimiz bilan biz birinchi ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa bu albatta xavfsizlik sistemasi. Bu yerda bugungi kundagi eng zamonaviy xavfsizlik sistemasi o'rnatilgan. Siz bu yerga o'zingizni отпечатка, ya'ni barmoq izi skaneri orqali, kod orqali, shu bilan birgalikda kalit orqali ham kirsangiz bo'ladi. Demak, ostonadan boshlaymiz. Uyimizni hozir barcha xonalarga o'tishdan oldin keling hozir o'ng qo'limizdagi studiya formatidagi xonadan boshlaydigan bo'lsam. Bu yerda siz yoqimli, mayin, ko'zni dam oldiradigan ranglar uyg'unligidagi xonani ko'rishingiz mumkin bo'ladi va yumshoq zonamiz mana bu yerda esa bemalol yaqinlaringiz bilan o'tirib, xohlaganingizcha mehmondo'stlik qilish uchun sharoitlarni ham qilib qo'yishibdi. Albatta, televizor tagidagi podstavkani rangi menga juda ham yoqdi. Mayin, yoqimli va matoviy, ko'zingizni kesmaydi. Umuman qilib aytganda, bu uydagi barcha materiallar, bu yerdagi texnika, xullas yaxshisini ishlatishibdi. Va shaxsan o'zimga yoqqan narsa bu mana bu kresloga bitta ahamiyat berib qo'ying. Bu 360 gradusga o'rtoqli aylanadi va maza qilib bu yerda aminmanki farzandlaringiz yaxshigina vaqt o'tkazishadi. Xo'p, uyimiz studiya formatida deb sizlarga aytib o'tdim. Mana bu yerda mehmonlaringiz bilan vaqt o'tkazish uchun sharoit bo'lsa, bu yerda yumshoq zona, maza qilib televizor bilan siz vaqt o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu eshigimiz orqali esa siz balkonga chiqsangiz bo'ladi. Siz videoni boshida ko'rdingiz, biz aynan uyning yopiq hovlisidan videoni boshladik va siz qanday ekanligini yaxshi bilasiz. Endi esa kelinglar o'rtoqlar, oshxona haqida ozgina gapirib o'tadigan bo'lsam. Kattagina stoleshniца, biz buni astrovok ham deyishimiz mumkin va rakvinani aynan burchakka joylashtirishibdi, chunki kattagina hudud ovqat qilishda yoki oshxona ishlarida anchagina katta joyni ta'minlab beradi. Mohirona ustalarimiz esa barcha mebel eshiklarini ortiga maishiy texnikalarni chiroyli qilib bekitib ketishgan. Bu yerda muzlatgich, u yerda kir yuvish mashinasi va barcha maishiy texnikalarni ko'rsangiz bo'ladi. Albatta, Franke brendini biladigan insonlar yaxshi tushunishadi. Bu qanaqa yaxshi, qimmatbaho va sifatli brend ekanligi. Vytishkani ham o'ziga xos va unikalini haqiqatdan ham qo'yib qo'yibdilar. Menga juda ham yoqdi. Atseklar bo'yicha, shkaflar, joylar bo'yicha umuman muammo yo'q. Bu yerda siz oshxonaga taalluqli aloqador bo'lgan barcha narsalaringizni bemalol bu yerda saqlasangiz bo'ladi, chunki joylar talaygina. Bu yerga esa o'rtoqlar kir yuvish mashinasi berkitib ketilgan. Mana bu yerda mikroto'lqinli pech, bu yerda esa yana qo'shimcha joylar bor. O'zingizni ehtiyojlaringiz agar sig'masa, mana shu yerga ham ularni qo'yib qo'yishingiz mumkin. Undan tashqari, astrovokimizda bu tomonida ham juda ham ko'p atseklar bor. Oshxonada harakatlanish juda ham qulay. Joy keng, kattagina va nasib bo'lsa, mana shu uyda yashaydigan ayollarimiz aminmanki oshxonada umuman joy izlab qolishmaydi. Chunki bu yer juda ham keng. Ixcham bo'lsa-da, lekin chiroyli manzara ochiladigan balkonchamiz bor. Tabga ko'ra, siz bu yerga stulcha qo'yib qo'yib, erta tongdan issiqqina qahva bilan siz mana shu go'zal manzaraga qarab o'z tongingizni boshlashingiz yoki tuningizni yakunlashingiz mumkin.
Ozgina kvartiradan tashqariga toza havoga nafas olishga chiqamiz va bugun men sizlarga bitta qiziqarli narsa haqida aytib bermoqchiman. O'rtoqlar, bugungi kunda uy yoki avtomobilni internet orqali sotish bu albatta hech kimga sir emas. Lekin 24 soat ichida o'zingizga eng qulay bo'lgan narxda avtomobilingizni sotish mumkinligi haqida eshitganmisiz? Bugun men sizga A-bozor mobil ilovasi haqida gapirib bermoqchiman. Bu ilovada siz tez sotish bo'limiga kirib, o'z avtomobilingizni ma'lumotlarini to'liq kirgizib, 24 soat ichida O'zbekistondagi rasmiy 500 ta dilerlar ichida eng yaxshi narx berganini tanlab, ana shu insonga sotishingiz mumkin. Eng asosiysi sifatli va yaxshi narxda hamda juda ham tez. Agar sizga o'rtoqlar shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, hoziroq telefoningizdan A-bozor mobil ilovasini yuklab olinglar. Aynan mana shu xonadonda yashirin eshiklarni o'zim uchun qaytadan kashf qildim, chunki ustalar boplashibdi. Birinchi kelganda ochig'i umuman ahamiyat bermadim. Bu yerni uzun koridor deb o'yladim. Chunki eshiklar haqiqatdan ham shunaqangi mohirona rang tomonlama, detallar tomonlama ishlanganki, bu yerda bir ko'z bilan eshik borligini ham bilmay qolasiz. Kelinglar, lekin ichkariga o'tamiz. Eshikdan kirib kelishinglar bilan sizlarni yorqin ranglardagi birinchi yotoqxonamiz kutib oladi. Bu yotoqxonamiz master bedroom hisoblanadi, chunki mana bu yerda o'zini alohida sanuzeli va dushovoy kabinkalari ham, umuman qilib aytganda hamma sharoitlari bor. Va bu yerda pardoz, andoz ishlari uchun barcha sharoitlar, kattagina keng 2 kishi uchun mo'ljallangan garderob ham bor va albatta yorug' tushib turadigan kattagina oynasi ham. Endi esa yuringlar keyingi xonaga o'tamiz. Uzungina to'q ko'k rangdagi mana shu koridor bo'ylab yurar ekanmiz. Biz ham eshikni, ham bu yerda garderobni va shkaflarni ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda qishki kiyimlaringizni saqlash uchun kattagina joy bo'lsa, bu yerda esa siz o'z oyoq kiyimlaringizni bemalol saqlashingiz mumkin, chunki bu yerda kattagina, qulay va zamonaviy hamda juda stilli bo'lgan oyoq kiyimlar polkasi bor. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin kreativ tomonlama umuman qoyil qoldim. Endi esa o'rtoqlar, mana bu yashirin eshik ortiga o'tamiz va biz siz bilan umumiy sanuzelga kirib kelamiz. Birinchi yotoqxonamizda yorqin ranglardan foydalanilgan bo'lsa, bu umumiy sanuzelda esa to'qroq ranglar bilan eksperiment qilishga qaror qilingan. Juda ham chiroyli, minimalistik va eng asosiysi stilli. Bu esa xonadonimizning ikkinchi yotoqxonasi, ikkinchi master bedroomga kirib keldik. Bu yerda planirovka biroz boshqacha. Bu yerda pardoz andoz uchun oynalar boshqa joyda turibdi, podstavkalar boshqa joyda va garderob alohida. Bittasi kravatni u tomonida, ikkinchisi esa bu tomonga qilingan va bu yerda ham o'zini alohida sanuzeli bor va meni fikrim bo'yicha uydagi eng katta sanuzellardan biri aynan mana shu xonaga tegishli, chunki sanuzel haqiqatda anchagina katta. Bu albatta qulaylik tomonlama juda ham yaxshi, juda ham qulay. Endi esa yuringlar 3-yotoqxonaga o'tamiz. 3-xonamiz rang tomonlama eng yorqin deb nomlasam menimcha xato gapirmagan bo'laman, chunki bu yerda olov ranglar, qizg'ish ranglar uyg'unligidagi chiroyli xonani ko'rishingiz mumkin bo'ladi. To'g'ri, bu yerda alohida o'zini sanuzeli yo'q, lekin shunaqa bo'lsa-da, kattagina o'zini garderobi, bu yerda shkaflari va barcha qulayliklari mavjud. Alohida televizor, alohida konditsioner va bu yerda ham yorug'lik kattagina tushib turadigan o'zini oynasi ham mavjud. Endi siz bu xonadonni agar xarid qilgudek bo'lsangiz, o'zingizni ta'bizga ko'ra bu yerni siz hattoki bolalar yotoqxonasiga ham aylantirishingiz mumkin. Ushbu xonadonimiz shahrimiz markazining Nukus ko'chasida joylashgan va u Energy loyihasiga tegishli bo'lib, 2-qavatda 131 kvadrat metrni tashkil qiladi va 4 ta xona, 3 ta sanuzelga ega. Va albatta hujjatlar tomonlama, kadastr tomonlama hammasi o'z joyida va mana shu ko'rib turgan koshonanglar bugungi kunda sotiladi. Agarda siz farzandlaringiz va o'z kelajagingiz uchun ham yaxshi investitsiya va go'zal makon izlab yurgan bo'lsangiz, unda mana shu xonadonni siz bugungi kunda $455,000 evaziga xarid qilishingiz mumkin. Agar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz yoki kelib o'zingiz hammasini ko'rib, ko'zingiz bilan guvohi bo'lmoqchi bo'lsangiz, pastda biz telefon raqamlarini qoldiramiz. Ana shu yerga o'tib, bog'lanib xarid qilishingiz mumkin. Qaytgancha do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosish esingizdan chiqmasin va albatta kanalimizni obuna bilan qo'llab-quvvatlab turishingizni iltimos qilgan bo'lardim. O'rtoqlar, keyingi sonlarda ko'rishguncha
salomat bo'ling.